Assalomu alaykum jigarlar. Bugun 8-mart 2026-yil Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshev qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bozor bo'lyapti. Ertalab 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha. Nech pul ekan-ki bu birinchisi mana shu oq. Markiza 14 ming. Markiza 14 ming so'm ekan, pachka narxi. Bambuk 12 ming so'm ekan. Hibi ham 12 ming. Mana hibi ham 12 ming so'm. Mana bular bambuk aka. Ha, bambuk, markiza, hibi. Uchodan ham bor. 190 ming. Hozir siz shunda pachka narxini aytyapsiz, shundaymi aka? Donaga ham sotasizmi? Donaga 15 ming. 1000 so'mdan qimmat bo'ladi. Donaga 1000 so'mdan qimmat bo'lar ekan. Razmeri nechtalik dedingiz? 54, 56, 58 gacha. 54, 56, 58 gacha razmer ekan. Xohlaganini olaveradi 15 ming so'mdan, a? Shunaqami? Hazillashganingiz yo'q-a? Donaga 15 ming. Donaga 15 dan ekan. Nomeringiz nechi? 94lik 94lik 398 398 27 27 87. 87 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu kiyimlar kerak bo'lsa, mana.